Dostlar, yaxshimisilar? Bugun sizlarga uyqusi nacharlar uchun bir qancha retsep deb beramiz. Ya'ni chechaksay. Hozir bozorlarda ko'proq uchratqili bo'ladigan chechaksay oq va yashil rangli ikki xilga ayriladi. Oq rangli chechaksayning egiz sizimi jungoliklarning qiziqishiga bir qadar muvofiq keladi. Yashil rangli chechaksay bo'lsa, yaqinqi bir qancha yildan buyon ondan avjagan bo'lib, uning uzuqlik tarkibi va rakning oldini olish roli oq rangli chechaksaynikidan yaxshiroq. Chechaksay tarkibidagi vitamin C'ning miqdori intayin yuqori bo'lib, kersit gulliklar orasidagi barliq ko'ktatlarning oldida turdi deyishga bo'ladi. Chechaksayni yana uzun muddat iste'mol qilib berganda sut bezi raki ehtimolligini azaytqili bo'ladi. Amerika rak kasali tadqiqot jamiyatining xabariga qaraganda, har xil ko'ktat meva-chevalarning orasida chechaksay, basayning rakka qarshi turish unumi hammadan yaxshi ekan. Chechaksay oshqozon 3 oyda parchalangandan keyin osonla qo'rsaqni esildirdi. Biroq chechaksayni qo'riydigan chaqda samsa, qarmush, arpa badiyan qatorliq ochiq ham tam qurishlarini ishlatsa, qo'rsaq esilishni zo'r darajada azaytqili bo'ladi. Ya'ni ishtahni ichib hazm qilishga yordam beradi. Gerçi chechaksayning oziqligi mo'l bo'lsa-mu, lekin uningda hamisha dehqonchilik dorilarning qoldig'i bo'ladi. Yana osonla basay qurti paydo bo'lib qoladi. Shunga oldi bilan uni tuz suyiga bir necha minut chilab qo'ysa, basay qurti kechib chiqadi. Ham qoldiq dehqonchilik dorilarini chiqarib atkili bo'ladi.